ichidagi odamni ko'mib tashlaysan kuchot. Bog'chani territoriyaga kirganlarni hammasini huquqiy dokumentlarini ko'tarasan. Yo'g'ini hech kimga eshitmasdan mo'min buzasan, hech kimni sud put demasdan buzib tashlaysan. Bugun o'ziga buzib tashlaysan. Narsa ichidagi odamni ko'mib tashlaysan kuchot. Qo'llarni sud put deb hammasini erkalatgan. Hokim noqonuniy qurilmani yoki o'zboshimchalikda egallab olingan joyga qurilgan uy-joyni buzib tashlashga vakolatlimi? Ijtimoiy tarmoqlarda Buxoro viloyat hokimi noqonuniy tarzda qurilgan qurilmani sud-put demasdan odamlari bilan buzib tashlanglar deb xodimlariga aytgan video keng muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Aslida qonunchilikda o'zboshimchalik bilan yoki noqonuniy tarzda qurilgan qurilmani qanday tarzda buzish kerak yoki bartaraf etish kerak? O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 467-sonli qarorida ushbu haqda batafsil tushuntirib berilgan. Qarorga ko'ra, vakolatli organlar tomonidan noqonuniy qurilma qurilganligi aniqlangan taqdirda ushbu qurilma egasi bilan birgalikda dalolatnoma tuziladi va ushbu dalolatnomada ushbu qurilmaning qanday sabablarga ko'ra va qaysi qonun hujjatiga ko'ra noqonuniy qurilganligi ekanligi aniqlab, ushbu dalolatnomada unga tushuntirib beriladi va unga yozma ko'rsatma beradi. Ya'ni kim 15 kun muddat ichida ixtiyoriy tarzda ushbu noqonuniy qurilmani bartaraf etish, ya'ni buzib tashlash yuzasidan. Xo'sh, ushbu muddat tugadi, lekin noqonuniy qurilmani qurgan shaxs tomonidan ushbu noqonuniy holatimiz bartaraf etilmadi, ya'ni buzilmadi. Endi nima qilsa bo'ladi? Hokim buzib tashladi deya oladimi? Bunday holatda ham hokimlik yoki boshqa mansabdor shaxslarning ushbu qurilmani buzib tashlashga vakolatli emas, faqatgina sud organlarining qaroriga ko'ragina fuqarolar tomonidan qurilgan imoratlar buzib tashlanishi mumkin, hatto u noqonuniy qurilgan bo'lsa-da. Demak, ushbu fakt isbotlangandan so'ng 15 kun muddat o'tgandan keyin ham fuqarolar tomonidan ushbu holat bartaraf etilmagandan so'ng kadastr organlari tomonidan sud organlariga murojaat qilinadi va ushbu sud organlarining imoratning buzib tashlash to'g'risidagi hal qiluv qarori qabul qilinib, u kuchga kirgandan so'ng majburiy tartibda buzib tashlash ishlari amalga oshirilishi mumkin. Undan oldin ham majburiy ijro organlari tomonidan fuqarolarga yana ixtiyoriy tarzda sud qarorini bajarish uchun muddat beriladi. Agarda hokim yoki boshqa amaldorlar tomonidan sizning uyingiz yoki bino inshootingiz buzib tashlangan bo'lsa, kimga murojaat qilish kerak? Avvalo prokuratura organlariga yoki sud organlariga murojaat qilish kerak va yetkazilgan zarar undirib olinsa bo'ladi. Izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring. Noqonuniy qurilmalarni qanday tartibda buzib tashlash to'g'ri deb hisoblaysiz? Ushbu kabi foydali ma'lumotlarni yo'qotib qo'ymaslik maqsadida Instagramdan Yurish Musayev sahifasiga obuna bo'lishni hamda videoni yaqin do'stlaringizga yuborib qo'yishni unutmang.